Amon dushmanlari daf bo'lsin. Ikkalamiz qancha duoibat qilishimizga qaramay, u kundan kunga ulg'ayib yanada kuchliroq bo'lib bormoqda. Hali ko'ramiz. Yog'och qilich bilan mashq qilishga shunchalik qiynalsang, og'ir po'lat qilich bilan qanday mashq qila olasan, ha? Har bir tajribasiz odam mashaqqatli mehnat bilan maqsadiga yetishi mumkin. Bu ketishda tez orada po'lat qilishga ham o'tasan. Yog'och qilich faqat boshlanishi. Davom eting. Men bu kanonlik quldan qo'rqyapman. Yana bir necha kun o'tsin. Men sizga avval ham aytganman, yana aytaman. Men bu kanonlik quldan qo'rqyapman. Yuzarsif. Mayli, Yuzarsif bo'lsin. U sizning kelajagingizni xavf ostiga qo'ymoqda. Men u Amonni va ibodatxonadagi ziyoratimizni qanday masxara qilganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bas qil, Karim momo. Qanaqa xavf? Bu bola senga nima yomonlik qildi o'zi?
Men bilan yuring. Bularni qayerga olib borishni aytaman. Qayerga ketyapsan, Yuzarsif? Men bilan yursangiz ko'rsataman. Uncha uzoq emas. Qani turinglar. Sizlarga ovqat olib keldik. Qani bo'la qolinglar. Marhamat qiling. Olinglar. Bular sizga. Bularni barchasini sizlarga olib keldim. Olinglar. Osh bo'lsin. Tortinmanglar. Bemalol. Marhamat. Olinglar. Bu sizlar uchun. Olinglar. Oling siz ham. Diqqatingni jamla. Ofarin. Juda yaxshi. Ofarin. Barakalla. Ofarin. Barakalla.
Tan olaman, mendan ham kuchliroq bo'lib yetishding. Yuzarsif har doim Rodamonni o'z ustozi deb biladi. Baraka top, Binyamin. Sen bo'lmaganingda Yusufdan ayriliqqa qanday chidagan bo'lardim? Menga Allohning payg'ambariga g'amxo'rlik qilishda baraka bergani uchun Allohga minglab shukrlar qilaman. Menga bering, onajon. Mana o'g'lim. Eslaysanmi, Leya? Yusuf ham Binyamin singari seni ona deb chaqirardi. Bu voqealarga 11 yildan oshdi, ota. Ammo Yusufning xotirasi xayolingizda biron bo'lsa ham o'chmayapti. Uni unutganingiz yaxshiroq emasmi? Yusufning tushini eslaysanmi? Ha, eslayman. Bu sizni, onamni va akalarimni uni oldida egilayotganini ko'rgan edi. Ana shu sajda qilish Yusufni mendan va oilamdan ham ustunroq ekanligini anglatadi. Bu Yusuf mendan yuqoriroq darajada bo'lgani demakdir. Men o'g'limni unutishim mumkin, lekin Allohning payg'ambarini unuta olmayman. Bu nima deganingiz? Bir payg'ambar boshqa payg'ambardan ustun bo'lishi mumkinmi? Albatta. Agar bir payg'ambar boshqa payg'ambarlarning maqsadlari va istaklarini amalga oshirsa, u ulardan shubhasiz ustun bo'ladi. Yuzarsif, o'g'lim, men befarzandman. Meni otang deb hisobla. Nima masalada qiynalsang, ikkilansang mendan so'rayver. Hamma ma'budlarga ham sajda qilinavermaydi. Hamma ma'budlarga ham sajda qilavermaydi. Alloh hech narsaga muhtoj emas. Alloh hech narsaga muhtoj emas. Alloh biror makonga muhtoj emas. Alloh biror makonga muhtoj emas. Alloh ovqatlanish yoki uxlashga muhtoj emas. Alloh ovqatlanish yoki uxlashga muhtoj emas. Boshqa barcha mavjudotlar biror narsaga muhtoj. Barcha mavjudotlar zaif va kuchsizdir. Barcha mavjudotlar zaif va kuchsizdir.
Alloh yagona va qudratlidir. Qudratlidir. Nimaga tikilib qoldilaring? Boshqa qiladigan ishlaring yo'qmi? Bor ishingga. Butun mavjudotlarning bir muhtojligi bor. Butun mavjudotlarning Yuzarsif. muhtojligi bor. Sizlar takrorlashda davom eting, men hozir qaytaman. Chaqirtirgan ekansiz, hojam. Nimani buyurasiz? Bilasan, ish boshqaruvchimiz Xunifar uzoq vaqtdan beri betob. Shu sabab saroydagi ko'p ishlar yaxshi ketmayapti. U sog'aygunga qadar saroydagi barcha boshqaruv ishlarini o'z qo'lingga olsang. Sen bu yerda nima qilyapsan? Men Afu eting, hojam, afu eting. Xunifarning betobligidan xabarim bor. Men uni ko'rgani borgandim. Xavotir olmang. U sog'ayguncha men qo'limdan kelgancha uni ishlarini qilaman. Bundan ko'nglim to'q. Bilaman, sen hamma ishni juda yaxshi boshqarishing mumkin. Tashakkur, hojam. Sizni ishonchingizni oqlashga harakat qilaman. Bugundan boshlab Yuzarsif Xunifarni o'rniga saroy boshqaruvchisi etib tayinlandi. Ishonmadingmi? Men buni o'z quloqlarim bilan eshitdim. Men buni Putifardan eshitdim. Ishonaver, rost. Mimis Abu buni o'z quloqlari bilan eshitibdi. U Xunifarni o'rniga tayinlangani rost ekan. Bu lavozimga Yuzarsifdan boshqa kim ham loyiq bo'la olardi? Ha, Yuzarsif bugundan boshlab saroy boshqaruvchisi etib tayinlanibdi. Qo'yib. Yuzarsif bugundan boshlab saroy boshqaruvchisi etib U juda ham tayinlandi. aqlli yosh, ziyli, hamma eplaydi. Bunga ishonamiz. Ma'qul qaror bo'libdi. U buni bemalol eplaydi. Juda yaxshi bo'libdi. Juda yaxshi bo'pti. Rostdan ham arziydi. Ana, o'zi kelyapti. Yuzarsif kelyapti. Qaranglar. Qaranglar, o'zi Yangi kelyapti. boshqaruvchi kelyapti. Bosh oshpaz. Labay. Yuzarsif janob oliylari. Men sizga janob Xunifarning betobligini aytgandim. Unga o'zi yeydigan yaxshi taom pishiring. Taom tayyor. Men uni darhol yuboraman. Qiladigan ishingiz yo'qmi sizlarni? Bu yerda nima qilyapsiz? Bosh ustiga ishimizga boraylik, ketdik. Ahvoli qanday, janob Sinuxay? Avval ham aytgan edim. Boqiy safarga tayyorlanadigan vaqt keldi. Qo'limdan hech narsa kelmaydi. Sog'ayishiga umid yo'qmi? Biror narsa qiling, doktor Sinuxay janoblari. U juda zaiflashgan. Bu kasallik unga juda og'ir kelgan. Uni ko'kragida qon quyilib, to'planib qolgan. Bir muncha vaqt saroy ishlaridan uzoqlashib qoldim. Hech kim bu ishlarni sendan yaxshiroq boshqara olmaydi. Tushunyapsanmi, o'g'lim? Xotirjam bo'ling. Siz faqat sog'ayishni o'ylang. Hali ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Meni saroy ishlaridan ko'nglim to'q. Ammo umrimni behuda o'tkazganimdan xavotirdaman.
Umrim o'z poyoniga yetyapti. Lekin hamon bir to'xtamga kela olmadim. Menimcha, nima demoqchi ekanligingizni tushundim. Hali kech emas. Siz u yo'lni tanlashingiz mumkin. Xo'p. Men nima qilishim kerak? Kech bo'lmasidan ayta qol. Bunga aminmisiz? Men 11 yildan beri sen sig'inadigan Xudo haqida o'ylayman. Aynan shu saroyda seni ko'rgan kunimdan beri o'ylayman. Bunchalik o'ylashlarning cheki bor. Faqat menga nima qilishim kerakligini ayt. Iltimos sendan. Meni Xunifar bilan yolg'iz qoldir. Agar siz 11 yildan beri yagona Alloh haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, demak, iymon keltiribsiz. Muborak bo'lsin. Men uzoq vaqtdan beri yolg'iz qolganimda u bilan gaplashaman. Siz Allohning payg'ambarlariga iymon keltirishingiz kerakligini bilasizmi? Agar menga ularni tanitsang, albatta ularga iymon keltiraman, o'g'lim. Odam alayhissalom barcha odamlarning otasi va Allohning birinchi payg'ambaridir. Va hozirgi kunga qadar Yusuf Allohning so'nggi payg'ambaridir. Yuzarsif. Nahotki sen Yusuf, seni haqiqiy isming axir. Sen payg'ambarmisan, ya'ni? Yuzarsif. Agar buni bilganimda ko'p yillar oldin senga iymon keltirgan bo'lardim. Siz turli ma'budlar va jonsiz haykallardan voz kechasizmi? Albatta. Muborak bo'lsin. Yolg'iz Allohga ishonuvchilarning safiga xush kelibsiz. Ko'p yillar oldin sizning Putifar hojamiz bilan Amon izdoshlariga sajda qilganingiz guvohi bo'lganman. Men ular o'zlari yasagan haykallarga qanday sig'inishlarini va undan so'ragan narsalarini ko'rganman. O'shandan beri shirk va butparastlikka qarshi kurashishga Allohga qasamyod qildim. Xunifar og'am bu qasamning bir natijasi ekanligidan o'zimda yo'q xursandman. Men ham baxtliman. Yuzarsif, bir savolimga javob berishingni istayman. Agar men hozir dunyoni tark etadigan bo'lsam, jahannam olovida kuyaman. Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Bunga Allohning va'dasi bor. Agar inson hayotining so'nggi daqiqasida bo'lsa ham shirkni tark etsa va yolg'iz Allohga iymon keltirsa, u albatta kechiriladi. Putifar saroyining yangi ish boshqaruvchisi Yuzarsifga salomlar bo'lsin. Mening saroy boshqaruvchisi bo'lganimni sizlarga kim? Buni barcha saroy ahli biladi, janob. Yuzarsif janob oliylariga salomlar bo'lsin. Sizga ham salom. Siz buni noto'g'ri eshitibsiz.
Saroy boshqaruvchisi hali ham Xunifar janobi oliylari. Men saroy ishlarini faqat u sog'ayguncha boshqarib turaman. Tushunarli. Zulayho xonim nimaga tikilib turibdilar? Men hech narsaga qarab turganim yo'q. Yuzarsif saroyning yangi ish boshqaruvchisi bo'libdi. Shu rostmi? Siz ba'zan haddingizdan oshib ketasiz, Karimomo. O'rningizni biling. Sizni bu kabi kesatiqlaringiz javobsiz qolishini unutmang. Kecha ular Amon nomi bilan Nil qirg'og'idagi ba'zi yerlarni musodara qilishdi. Bugun esa ular kuch bilan kambag'al mahallalardan bir necha yosh qizlarni olib, Amon ibodatxonasiga majburlab olib ketishdi. Ularni Amonning xotinlari sifatida olib ketishgan. Bu yangilik emas. Yosh qizlar Hamonning xotini bo'lish uchun doim majburiy emas, ixtiyoriy ravishda tanlangan. Ular bu qizlarni Hamonga nikohlash uchun emas, balki rohiblarning buzuqligi uchun olib ketdilar. Bu jonsiz tosh bo'lagi xotinlarga muhtoj emas. Siz yosh Amen Xatib oldida ibodatxona rohiblari va buyuk Amon haqida yomon so'zlar aytishingiz noo'rin. Bu so'zlar uning e'tiqodiga putur yetkazadi. E'tiqodi? O'g'limizning e'tiqodi haqiqatni eshitish orqali emas, balki rohiblarning yovuz ishlari orqali zarar ko'radi. U hamma narsani bilish kerak. O'z mamlakatining xalqi nimaga sig'inishi va kelajakda qaysi mamlakatni boshqarishini hammadan ko'ra yaxshi tushunish kerak. Men Amon va ibodatxona rohiblari haqida nimalarni bilishim kerakligini bilaman. Bu so'zlar men uchun yangilik emas. Onang har doim ruhoniylar va ibodatxonani qo'llab-quvvatlagan va ularni sharmandali ishlarini oqlab kelgan. U Amon hamda jirkanch va isyonkor rohiblar haqida ko'proq tashvishlanib, mening saltanatim va bizni unutib qo'ymoqda. Buyuk Fir'avn rohiblarning so'nggi qilmishlari bo'yicha nima buyuradilar? Tez orada men ularni bu harakatlariga chek qo'yib, Fivadagi rohiblarni yo'q qilaman. Ibodatxonalarga imkon qadar tezroq hujum qilishga tayyor turing. Sizningcha Misr armiyasi ibodatxona askarlarini yenga oladilarmi? Ular odamlarni bezdirib yubordilar. Ibodatxona ham avvalgi mashhurligini yo'qotdi. Ularning kuchi ham avvalgidek emas. Bunga aminman. Hamma xudolarga ham sajda qilinavermaydi. Xudo biror manfaatsiz mavjud bo'lishi zarur. Xudo bir makonga muhtoj bo'lmasligi lozim. Mendan nima istaysan? Nega orqamdan kecha-yu kunduz kuzatib yurasan? Hech narsa xonim, hech narsa. Sizga xizmat qilish uchun doimo tayyor bo'lishni o'z burchim deb bilaman. Agar yoningizda ko'p bo'lishim sizni bezovta qilsa, men endi sizdan uzoqroq turaman. Nima uchun Zulayho xonim doimo Yuzarsifdan ko'zini uzmaydi deb o'ylaysan? Bilmasam, men bu narsani juda ko'p kuzatdim. Albatta bu qarashlarda g'arazli bir niyat yo'q bo'lsa kerak. Niyatini bilmadim-ku, lekin bu ko'proq ahmoqlikka o'xshaydi.
Saroy xo'jayini Putifarga salomlar bo'lsin. Misr hokimi Putifar janoblariga salomlar bo'lsin. Sodiq Rodamon va Dono Yuzarsifga ham salomlar bo'lsin. Men o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Xo'sh, kurashamizmi? Men kurashmayman. Ammo agar siz meni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, bosh ustiga. Amenhotep ibodatxona rohiblari bilan jang qilmoqchi. U ularni bitta qo'ymasdan yakson qilmoqchi. Ibodatxona askarlari qaddilaridan oshib, Misrda tartibsizliklar keltirib chiqarmoqda. Bu xavfli qadam. Ibodatxona rohiblari hozir kuchliroq. U o'z qarorini qabul qildi. U menga barcha askarlarni safarbar qilishni buyurdi. Ular Fir'avnga qarshi kurashadilar. Amenhotep o'z saroyida ibodatxonaning josuslari harakatidan ehtiyot bo'lish kerak. Amenhotepning hayoti xavf ostida. Uni himoya qiling va uni bir lahzaga ham yolg'iz qoldirmang. Xavf? Kim tarafdan? Bu istalgan odam bo'lishi mumkin. Amenhotep saroydagi kishilardan istalgan biri. Fir'avn Amenhotepning dushmanlari hamma joyda bo'lishi mumkin. Men qirolicha Ti xonimni bir marta ko'rganman xolos. U Amon ma'budiga juda sodiq. Juda g'alati. Amenhotep qirolicha Ti bilan tortishayotganida ham xuddi shunday dedi. U uni xoin va ibodatxona tarafdori deb atadi. Fir'avn Amenhotepning hayotini himoya qiling. Xavf jiddiy. Qirolicha Tining xizmatkori undan xabar olib keldi. Qirolicha Ti menga buni faqat sizga yetkazishimni aytdi. Meni nomimdan qirolicha Tiga rahmat ayt. Sen ham men bilan yur.
Biror jiddiy muammo bormi, hosham? Hurmatli va ulug'vor oliy rohib Aniqmahu, ehtiyot bo'ling. Ibodatxona rohiblari va askarlarining turli qiliqlari Misrdagi tartiblarni buzib bormoqda. Amenhotep buyuk Fir'avn bizni Amon ibodatxonasiga qarshi choralar ko'rishga majbur qildi. Yaxshisi, siz Fir'avnga qarshi chiqishdan va isyon qilishdan tiyilib, darhol Amenhotepdan kechirim so'rang. Aks holda u barcha nizolarga jiddiy chora ko'rib, sizlarni omon qo'ymaydi. Bunda qirolicha Ti bizni xavf haqida mohirlik bilan ogohlantirgan. Yoki u eriga josuslik qilib, uning rejalari haqida bizga xabar bergan. Nima bo'lganda ham biz xavf ostidamiz. Xo'sh, Aniqmahuni qarori nima? Biz Amenhotepdan kechirim so'rash orqali hodisaning oldini olishimiz yoki oldindan zarba berish orqali dushmanni bizga hujum qilishiga yo'l qo'ymasligimiz lozim. Men ikkinchi yo'lni afzal ko'raman. Kechirim so'rash Amon ibodatxonasini kamsitadi va biz doim hujum xavfida qolamiz, bilib qo'ying. Dushman hujum qilishidan oldin biz hujum qilishimiz kerak. Agar biz hujum qilsak, g'alaba qozonishimizni qayerdan bilasiz? Agar biz mag'lub bo'lsak nima bo'ladi? Men kechirim so'rash va tinchlikni tanlagan bo'lardim. Men hujum qilish fikriga qo'shilaman, ammo Padiamon aytganidek emas. Bizni dushmanimiz bitta odam, Amenhotep. Shunday qilib, biz unga bir kishi bilan hujum qilamiz. Buning uchun bizga Amenhotepga yaqinroq bir odam kerak. Menimcha, men Amenhotepga yaqin odamni bilaman. Inson boshqa mavjudotlardan ustundir. Boshqa mavjudotlarning insondan darajasi pastroqdir. Boshqa mavjudotlardan nimani ko'ra olsak va nimani tushunsak va his qilsak, hammasi bizdan pastroqdir. Shunday qilib, biz barcha mavjudotlardan yuqori turamiz. Biz Amonni ko'rishimiz mumkin, lekin undan yuqori emasmiz. Amon bir haykal va uni haykaltarosh yasagan. Demakki, Amon o'sha haykaltaroshdan ustun emasligi aniq. O'z qo'limiz bilan yaratgan narsalar bizdan ustun bo'la olmaydi. Sizni xudoyingizni ko'ra olamizmi? Alloh ko'rinadigan narsalardan ustunroqdir. Shuning uchun u ko'rinmaydi. U bilimdon va ziyraklik bo'lishdan tashqari yaxshigina o'qituvchi hamdir. Uni o'sha erkatoy bola ekanligiga kim ham ishonishi mumkin? Kecha qul, endi u saroydagi hamma narsani boshqaryapti. Yuzarsifning bunday darajaga erishgani senga yoqmayaptimi? Yo'q. Menimcha u bunga loyiq. U aqlli va dono yigit. Men u bilan barcha ishlarda maslahatlashaman va bundan hech qachon afsuslanmaganman. Men u uchun xavotirdaman. U omma oldida ko'rinmasligi uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Misrlik makkora ayollar shubhasiz uni yo'ldan ozdirib, bizni barcha harakatlarimizni yo'qqa chiqaradilar. Bu tabiiy. Bunday aqlli va kelishgan yigit har qanday ayolni o'ziga jalb qiladi. Agar unga shaharga borishga ruxsat berilganda edi, u hozir bu yerda bo'lmas edi. Janob Yuzarsif, Xunifar janoblarining ahvoli yaxshi emas. Janob Rodamonga xabar bering. Bolalar, siz ketib qolmang, tez orada qaytib kelaman. Bizning mehribon Xunifarimiz yaxshimi?
O'g'lim Yuzarsif. Seni ko'rishdan oldin o'lishim mumkinligidan xavotirda edim. Sen bu yerda ekanligingdan xursand. Boshqaruvchi janob oliylari, siz hali ko'p yashaysiz, eshityapsizmi? Xavotir olmang. Tez orada sog'ayib ketasiz. Hali vaqtim bor ekan, gapirishga imkon bering. Yuzarsif, o'g'lim, sen bu saroy haqida hamma narsani bilasan. Shu sabab uni boshqalardan ko'ra yaxshiroq boshqarishing mumkin. Sen saroy ahliga bitmas tuganmas baraka olib kelding. Sening boshqaruvingda saroy ahli tinch va osoyishta kun kechirishiga aslo shubha qilmayman. Hammalari seni yaxshi ko'rishadi. Buni ham juda yaxshi bilaman. Umid qilamizki, tez orada sog'ayib ketasiz va biz siz bilan hali ko'p ishlar qilamiz. Xunifar, sizga nima bo'ldi? Saroyimizni boshqaruvchisi qay ahvolda? Putifar janob oliylari, so'nggi daqiqalarda meni ziyorat qilganingizdan juda ham mamnunman. Tez orada sog'ayib ketasiz, unday demang. Saroydagi barcha Yuzarsifni yaxshi ko'radilar va shubhasiz uning buyrug'iga bo'ysunadilar. Bunga ishonchim komil. Meni Yosh bo'lishiga qaramay, Yuzarsifni sizni o'rningizga tayinlayman. Men saroy ishlaridan ko'nglim to'q, xavotir olmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. janob oliylari, men sizning barcha saroy ahli va Yuzarsif oldida Misr xudolaridan boshqa xudoga iymon keltirganimni e'lon qilaman va undan olami boqiyda meni mag'firat qilishini so'rayman. Meni to'g'ri yo'lga solgan odamdan meni duo qilishini so'rayman. Duo qil meni. Duo qil. Duo qil. Meni duo qil. Alloh Xunifarga rahm shafqat qilsin. Yana bir bor g'amxo'r otamni yo'qotdim. Xunifar ajoyib mehribon odam edi. Alloh uni mag'firat qilsin. Xunifarni dafn marosimi munosib tarzda o'tkazilishi kerak. Uning maxsus tobutini olib keling. Uni g'arb tarafga olib boring. Uni mumiyolab, o'zimizni qabristonga dafn qiling.